Fitna zamanida islomiy shaxsiyat barpo qilish. Doktor Murat Baxriysa. Biz bugünkidek fikir istilası avj algan azdırgıcı axborot vositalari va aqliy tajovuz davrida islomiy o'zlikdan iborat bir tampon qurilmaga, shundaqla shahvat va maddiyatchilik davrida to'g'ri tafakkur qila oladigan va xatoliklardan saqlag'uvchi aqlga har qanday vaqtdagidan mubakroq ehtiyojimiz bor. Bizlar shundaq bir zaman bilan sinalyapmizki, bu zamonda fitnalar ko'payib ketdi. Kecha-kunduz shahvat tarqatadigan yoshlar va avlodlarimizning qalblarida shubha paydo qiladigan buzuqchilik va fasodchilik vositalari ko'payib ketdi. Bugun ba'zi musulmon qarindoshlarimiz faqat badallari bilan musulmon bo'lib, uning aqliy va fikrlari butunlay g'arbning dinni burmalash darsliklariga tutqun qilingan, qalblari bo'lsa shahvoniylikning asiriga aylangan holda yashayotdi. Undaqda bu ahvolni hal qilish chorasi bormi? Albatta bor. Bunun birden-bir çaresi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin menheciga, metoduga qaytıştır. Şunda qılgandila biz to'g'ri inson barpo qilish yo'lini topa olamiz. Bundaq to'g'ri insonni shubha va shahvatlar tavritilmaydi. Allah subhanahu va taala bu haqda mundaq deydi: Sizlar uchun Allohning elchisida yaxshi bir ulgu bor. Aziz musulmonlar, İslomiy shaxsiyat faqat quruq shuar va sirtqi ko'rinishdan iborat bo'lmasdan, balki u o'tkir aql farosatga ching esilgan, Allohga bog'langan ruh va yaxshi axloqning insondagi namoyandasidir. O'tkir aql insonni azg'un vositalarning azdirishidan saqlaydi va botilni haqdan ayiradigan tonish ato qiladi. Allohga bog'langan ruh insonning qalbiga xotirjamlik ato qiladi, insonni qiyinchiliklar oldida yemirilib ketishdan, ozg'ina dunyoga berilib, o'z dinini setishdan qo'g'dab qoladi. Yaxshi axloq insonni yuz o'rishdan saqlaydi, ishonch va samimiyat egisi qiladi. Ojizlarga rahimdil, haq yo'lida shijoatlik qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem mana bu mukammal sistema asosida sahobalarni tarbiyalagan bo'lib, natijada samimiyat va sodiqlikda Abu Bakr radhiyallohu anhudek, kuch va odillikda Umar radhiyallohu anhudek, hayo va saxiylikda bo'lsa Osmon radhiyallohu anhudek, ilm va shijoatda Ali radhiyallohu anhudek mukammal shaxslarni yetishtirib chiqqan edi. Bugun avlodlarimiz g'arb madaniyatiga qarg'ulacha vaslanadigan bo'lib ketdi. Shuncha jangovar va esil sahobalar va tabiinlarning ismlarini bilmaydi. Ammo kino artistlari va futbol cho'lponlariga mastona bo'lib yurdi. Bolalar ekran oldida soatlarcha vaqt o'tkazdi-yu, Qur'ondan va Qur'ondagi oyatlardan bexabar yoki nihoyat oz xabardor. Ahvol bundoq tursa, bu ummatning kelajagini qaysi o'zlik bilan qurib chiqa olamiz yoki qutqizib chiqa olamiz? Shu sababdan biz bugun o'g'il qizlarimizni payg'ambar sunnati bo'yicha tarbiyalay olishimiz kerak. Ularga kichkidan boshlabla namozni tunutishimiz, qalblariga omonat va sadoqat urug'larini terishimiz, Alloh va Rasulini yaxshi ko'radigan holatda tarbiyalay olishimiz kerak. Shundoq bo'lgandila, ular yolg'onchi va ozdirg'uchi media istilosiga qalblaridagi iymon bilan, shahvatlarga sabr bilan, shubha va gumonlarga bo'lsa, ilm bilan taqobil tura oladi. Biz bugun eng ehtiyojli bo'layotgan islomiy shaxsiyat bir ojiz xarakter bo'lmasdan, balki ishonchlik va kuchlik, qiyinchiliklarga qaysarlik bilan taqobil tura oladigan maydoni mustahkam, ilm va amallari bilan jamoatga manfaat elib kela oladigan, hatto u kishining axloqiy va yo'li bilan dunyo yurib ketadigan kuchli iymon sohibi bir shaxsiyatdir. Biz o'zining real dunyosida islomga rioya qiladigan, oxirat uchun amal qiladigan, ixlosmand, Rabbi bilan bo'lgan Rabb va qulchilik munosabatida vafodor va samimiy, jamiyatiga manfaat elib keladigan musulmon shaxsiyatga ehtiyojli. Bizga islomni haqiqiy dunyosida yashaydigan, oxirati uchun ish qiladigan, ixlosmand va vafodor, shundaqla jamiyatiga foydali musulmon kerak. Rasululloh ashablarini iymon, ilm va amal bo'yicha tarbiyaladi va ulardan islom risolatini ko'taradigan va uning bilan dunyoni fatih qiladigan bir avlod bino qildi. Bizning hozirgi vaziyatimiz mushundaq bir binoga har qanday vaqtdagidanmi bekrak ehtiyojli. Chunki biz fikr istilosi va azdurg'uchi axborot vositalari oldida o'ychan va uyg'oq aqlga muhtoj. Maddiyat va shahvatlar oldida Allohga bog'langan ruhga muhtoj. Shundaqla axloqiy bo'ronlar oldida payg'ambarning ulgulik axloqiga muhtoj. Bugun biz o'g'il qizlarimizni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hidoyati bo'yicha tarbiyalamoqchi bo'lsak, iymon va ilm bilan aqlni bino qilamiz. Ibodat va zikr bilan ruhni tozalaymiz. Sabr, rostchilik va omonat bilan axloqni tarbiyalaymiz. Alloh taolo mundaq deydi:
Ey iman keltirganlar, islomga to'liq kiringlar, shaytonning qadamlariga ergashmanglar, u sizlarga oshkora dushmandir. İslomiy shaxsiyat faqat bir shakl yoki ko'rinish emas, balki u aqida va iymondan, ibodat va amaldan, go'zal axloqdan tarkib topgan mukammal bir binodir. Bu binoning turuklari iymon va sog'lom ruh, ibodat va amal, shundaqla axloq va go'zal muomala hisoblanadi. İslomiy shaxsiyat mana shu turuklar ustiga quriladi. Alloh taolo yana bir oyatda mundoq deydi: Müminler cezmen muvaffaqiyatga erishdi. Ular namozida xushu qilguvchilar, bekor gapdan yuz o'rguvchilar, zakot ado qilguvchilar va avratlarini haromdan saqlovchilardir. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ibn Abbos radhiyallohu anhuga mundoq degan: Ey yigit, men sana bir net so'z o'rgatib qo'yay. Allohning hududlarini qo'g'dig'in, Alloh seni qo'g'daydi. Allohni qo'g'dig'in, uni oldingda topsan, u sana yordamchi bo'ladi. Tilasang Allohdan tiligin, yordam so'rasang Allohdan so'ra. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bir hadisda mundoq degan: Mu'minlarning iymoni eng mukammallari, axloqi eng yaxshilaridir. Yuqorqi oyat va hadislarda musulmonni tavhid va Allohga tayinish, ibodat va amal, shundaqla adab axloqqa rioya qilish asosida tarbiyalash orqali kuchli va mustaqil shaxsiyat qurib chiqishga chaqiriq qilingan. Aziz qarindoshlar, axloq hargizmi qo'shimcha bezak emas, balki iymonning haqiqatining bir qismidir. Shu sababdan o'zimiz va avlodlarimizni payg'ambar metodi va axloqi bo'yicha tarbiyalashga intilaylik. Uylarimiz, maktablarimiz va masjidlarimizni musulmon shaxsiyati ishlab chiqarish zavodlariga aylantiraylik. Shunda qilsak, bu asrning qiyinchiliklariga, bo'ronlariga mustahkam iymon, kuchli axloq, foydali ilm va yaxshi amal bilan taqobil tura olamiz. Ey Rabbimiz Allah, yoshlarimizni isloh qilgin, o'g'il-qizlarimizni fitnalardan saqlag'in, nafslarimizni poklab bergin va bizni sening to'g'ri yo'lingga hidoyat qilgin.